yuzlarida qizarish, rozatsiya, kuperozi bor qizlarimiz uchun juda ham ko'p narsa mumkin bo'lmaydi. Hatto professionalniy домашний uходlarda ham tanlab o'zini yuziga tushadiganini ishlatmasa foydasi bo'lmaydi, battarlashtirib olish mumkin. Shunaqa yuzlarga biz tavsiya beramiz. Bizda shunaqa naborlarimiz bor. Buni har bittasida rozatsiya, kuperoz qizaradigan чувствительный yuzlar uchun lecheniya qiladigan sostavlari bor. Ya'ni buni sivrotkalari bor. Sivrotkasi ham, kremi ham, даже SPF maskalari и kremoviy maskalari bor. Har bittasini ichida sivrotkalarning ichida peptidniy kompleksi bor va gialuronkasi, pantenoli bor. Har doim toza yuzingizga birinchi sivrotka surasizlar, keyin kremini ichida ham B5 vitamini bor, yuzimizga juda ham kerak bo'ladi. Va pantenol, aloe vera ekstrakti bor, mineralniy suvlardan tayyorlangan va hatto